Salom do'stlar. Bu Aleksandr Tkachenko va ushbu videoda men sizga Royal Hawk xizmatida vazifani qanday ishga tushirishni ko'rsataman. Shunday qilib biz reklama beruvchilar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda biz vazifani tanlaymiz va ikkita variantni tanlaymiz. Bizda vazifa bor, oddiy vazifa va tezkor vazifalar ham bor. Ya'ni biz u yerda mutlaqo istalgan narsani amalga oshirishimiz mumkin, ammo qoldi tekshirish orqali. Ya'ni biz mutlaqo har qanday vazifani, biron bir joyga obuna bo'lishni, ba'zi izohlarni ro'yxatdan o'tishni, ba'zi harakatlarni buyurtma qilishimiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz oddiy vazifa orqali xohlagan narsangizga buyurtma berishingiz mumkin. Endi biz tezkor vazifalarni tanlaymiz, chunki ularni qoldi tekshirish shart emas. Bu avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ya'ni biz tezkor vazifalarga o'tamiz. Telegramni tanlaymiz. 3 ta xizmat mavjud: kanalga yoki guruhga qo'shilish hamda izoh qoldirish. Hozirda Telegram kanaliga obuna bo'lishni tanlayapman. Men bu yerga havola qo'shyapman. Iltimos, Telegram kanalingizga havolangizni bu yerga faqat xat formatida kiritishingiz kerakligini unutmang. Keyinchalik mana men belgi qo'ydim. Xo'sh, asosan biz bu yerga ko'rsatmalarni bosamiz. Telegram botini bu yerga nusxalaymiz. Agar tushunmasangiz, o'qing va men Telegram kanalimga o'taman. Admin qo'shish tugmasini bosib, joylayman, tanlab ochiraman. Men faqat obunachilarni qo'shishni qoldiraman va tejayman. Hammasi, menda admin bot bor. Bu yerda belgi qo'ydik. Botni guruhga qo'shing. Ko'rsatmalarni nusxalang. Bilmasangiz, bu yerga bosing va botni qo'shishni tasdiqlangni belgilang. Tabiiyki, biz ushbu botni qo'shgan bo'lsakkina katakchani belgilaymiz. Agar uni qo'shmagan bo'lsangiz, muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Keyin biz bu yerga vazifalar sonini yozamiz. Xo'sh, keling 10 mingga sigdirishga harakat qilaylik. Bu yerda biz vazifaning narxini ko'ramiz. Bu aniqroq 0 nuqta. Bu yerda 0 dan keyin 2 ta nuqta ko'ramiz. Ya'ni keling bu bosqichda minimal imkoniyatlarni sinab ko'raylik va undan nima chiqishini ko'ramiz. Keyin biz maqsadni belgilaymiz. Bu yerda biz mamlakatni tanlashimiz mumkin. Men endi bunday qilmayman. Siz shaharni, jinsni va shunga mos ravishda qiziqishlarni tanlashingiz mumkin. Minbor, onlayn biznes bor va hokazo. Men endi buni ham qilmayman, cheklamayman. Ya'ni mening maqsadim iloji boricha ko'proq odamlarni va Royal Hawk xizmatidagi barcha auditoriyani to'plash, bularning barchasi tarmoqchilar va tadbirkorlar. Bu menga kerak bo'lgan butun auditoriya. Demak, bu yerda biz reklama ko'rsatishni hamma uchun, yoki matritsada faol biznes o'rni borlar uchun, yoki hamkor maqomiga ega bo'lganlar uchun tanlaymiz. Bu holatda men hamma uchun tanlayman, lekin odatda men hamkor maqomiga ega bo'lganlar yoki biznes o'rni borlar uchun tanlayman. Aslida bunday narxda tanlashga hojat yo'q deyish mumkin. Keling, bu narxda qancha odam obuna bo'lishini ko'rib chiqaylik. Keyin biz narxni oshirishimiz va shunga mos ravishda ushbu sozlamalarni o'zgartirishimiz mumkin. Lekin endi biz shunchaki minimal bilan maksimalni bajaramiz deyish mumkin. Hammasi, ya'ni bizda hamma narsa yozib qo'yilgan. Vazifa yaratish tugmasini bosing. Bo'ldi, biz vazifa yaratdik. Mana vazifa va mana barcha vazifalar. Ha, barcha vazifalarimiz shu yerda chiqadi. Bu yerda $100 qoldiq reklama balansidan yechilganini ko'ryapmiz. Sovg'a hisobidan banner va kontekstli reklama uchun to'lashingiz mumkin. Video reklamaga esa asosiy hisobdan to'laymiz. Xo'sh, aslida shu. Agar xohlasak, bu yerda tahrirlashimiz mumkin. Ya'ni biz uni tahrirlashimiz mumkin. Agar havolada xatolik bo'lsa, biror narsa noto'g'ri ketsa, biz biror narsa qo'shmoqchi bo'lsak, uni ko'paytirmoqchi bo'lsak-chi. Xo'sh, aslida biz buni shu tarzda qila olamiz. Xo'sh, aslida keyin siz uni boshqarishingiz mumkin. Tugmalar tayyor, ishga tushirilgan va ishlab chiqilmoqda. Biz tarixga kirishimiz mumkin, chunki agar ko'p vazifalar, ayniqsa qo'lda bajariladigan vazifalar bo'lsa, unda bu tugmalar sizga yordam beradi. Xo'sh, aslida hammasi shu. Shu bilan hammasi tugadi. Keyin ko'ramiz, qanday natijalar bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha